Assalomu alaykum, hurmatli vatanimiz kanali obunachilari va kanalimizda mehmonlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Do'rmancha mol bozoridan video syomka jarayonini boryapmiz. Hozirgi videomiz yosh g'onajinlar, sigirlar va bo'g'ozlar haqida bo'ladi. Yosh g'onajinchilardan boshladik. Bugungi sanamiz 28-oktyabr, haftaning seshanba kuni. Nashta mayda g'onajinchilardan boshladik. Narxlar bilan sizlarni tanishtirib boramiz. Bo'ylari 80-85 sm atrofidagi g'onajinchilarimiz. Nech puldan ekan? Alak nech puldan ekan? Ularda 12,5 deyapti. Ikkalasinimi? Ikkalasini 12,5. Yana bittasini ham ya. Bunichi? Buni nech pul qilyapti? Ikkala kichkinani 12,5, kattasini 7 so'rayapti ekan. Kattasi 7, 12,5. Sifatliroqlardan mana yana. Bo'ylari 85 dan oshiqroq. 85 sm atrofida. Mana o'zi ham rosa sifat ekan, qaranglar. Bular nech pul ekan aka? Nech pul savdo qildi? 73 so'radi. Bu sanab so'ralgani yo'q. Buni 73 chiqdi. Ash oqbosh ko'rsatib bitta sifat zo'r ekan. Nech pul ekan aka bu? 8,5 kami. 8,5 kami bor. Bo'ylari 85 dan oshiqroq. Orqalari. Orqalar. Sifat zo'r. Nech pul savdo qildi aka buni? 8 so'ralyapti. Berilgani yo'q. 8 so'ralishdan oqiyalan. Sifat zo'r. Qaylab turganda endi o'sha shunasi. Nech pul 8 qildimi? 8. Kam bormi yo'qmi 8 dan? Yo'q. Usta yursa beriladi. Ha, 8. Telefon nomer qo'yamizmi aka? Yo'q. Telefon nomer qo'yilmaydi. Bugun sotilib ketadi. Sifat zo'r ekan, har doim serib bo'ladi. Nech pul bo'ldi bu? 71 mana. Mana deychamiz. Buni ham bo'yi 85 sm dan jinni plus minus pastroq. Ozgina 71. Sifat yaxshi. Vatan o'zi aka. Mana ozgina kattaroqlarga o'tyapmiz. Bu nech pul qilyapti aka? 9 million. 9 million. Buni bo'yi 90 sm atrofiga kelib qoladi. Orqalari to'rt burchak. 9 ga bermayapsizmi? 9 bering deyapti. 9 million bersa berib olaman. 9 bo'lsa berilar ekan, 9 dan o'tib bering deb savdo qilyapti. Yana. So'rayapsan, ziyoniga Nech pul savdo qilyapti? 6,5. 6,5 so'ralyapti. Odam rosa ko'p ekan. Nech pul narx aytyapsiz? Nech pul narx aytyapsiz? 8 kami bor deyilyapti. 6,5 savdo qilinib turibdi. O'najin. Orqalari ham yaxshi. Ko'chati joyida. Vatan o'z aka. Vatan o'z. Nomer qo'yamizmi bunga? Net sotilib ketadi bugun. Xudo xohlasa barakasini bersin. Nech pul savdo bo'ldi? Nech pul? 7 million 500 so'rayapti. 7 million 500 ga berilgani yo'q. Beramiz? 7 million 500 ga berilgani yo'q. Nech pul bo'ldi aka bu? Nech pul bo'ldi? 79 mi 8 mi shunaqa dedi. Cholasi ham 79 danmi? 79 dan. Bo'ylari 90 sm atrofida. Buni azimda. 50 ming qo'ysa beradi. Nech pul? Jupiga 16 million 600. Savdo bo'pti. Barakasini bersin. Ikkalasining sifati zo'r ekan. Orqalari to'rt burchak. Bo'ylari 90 sm atrofidagi monajinlarimiz.
Necha pul bo'ldi? Savdo bo'ldimi bu? 8 million so'rash. 8 million so'rayapti, berilgani yo'q. Mana bu yerda ko'rsatib ko'ramiz. Mana ular sifati yaxshi ekanki, baraka bo'ldi. Bu 8 gacha ne qimmatli ekan. Necha pul ekan aka bular? 8 berib, telefonga chiqaramiz. Kam bormi? 8 kami bor. Bo'yi 85 sm atrofidagi 10 azimchamiz. Egalasi bitta joydanmi? Bu necha pul? Shved. 8 kam bor. Necha pul savdo qildi aka? 73 savdo qilinibdi, berilgani yo'q. Shved. Ishqibozlarga. Telefon nomer qo'yamizmi? Bugun sotilib ketadi, xudo xolasa. Bugun xaridor ko'p, sotilib ketadi. Keling. Endi ozgina kattaroqlarga o'tib ketaveramiz. Necha pul savdo bo'lyapti aka bu? 10 bar mana. Baraka bo'ldimi? 11 so'ralyapti, hali baraka berilgani yo'q. Sifati yaxshi. Kallasini pastga qaratyapti. Bo'yi 1 metrdan oshiq. Dangal foydasini beryapman. Dangalgini beryapman. Yo'qsa bizning Orqalari to'g'richa ekan. Bu necha pul qilyapti aka? 20. 21? 21 so'ralyapti. Sigirlarimiz mana. Bolasi o'nazincha ekan. YouTube kanali vatan o'zi. Yurasi dishi yaxshi. Bu yondan olib qo'yilsa. Necha pul narx aytyapsiz aka? 25 narx aytilyapti. 21 savdo qilinyapti. Birinchi tug'ishmi? Birinchi tug'ish. Nomer qo'yamizmi? Telefon nomer? Ishqibozlarga 90lik 562 67. 567 60 37 63 37 aloqaga chiqarasizlar. Birinchi tug'ish. Nechta suti bor ekan aka buni? 5-6 litr suti bor mana. Idishi ham to'lib turibdi. Aloqaga chiqarasizlar. Bu necha pul ekan aka? 28 kami bor. Idishlarni ko'rsatib qo'yibdi. Idishlar o'rtacha. Birinchi bor bolasini o'schami? Bolasini o'scha. Birinchi bolasi. Suti nechta ekan aka buni? 5-6 suti bor. Bolasini ham ko'rsatib qo'ydik. 5-6 litr suti bor. Birinchi bola, bolasini o'scha. Orqalari ham yaxshi bolasi. Necha pul savdo qildi buni aka? Buni 25 qildi. 25 qildi. Berilgani yo'q. 25 ga berilmayapti. Sifatli sigirlarimizdan, ro'zg'or boblaridan. Necha pul aka? 32 kam bor. 32 kam bor. Bolasi ko'chat ekan. Bolasini o'schami? O'zcha ikkinchi bola. Sigir qilaman deganlarga yaxshi variant. Qaranglar mana. Bola paroda. Odishini ham ko'rsataman. Bo'ylari shu 1.20 atrofidagi sigir. Bolasini o'scha, hozir to'liq ma'lumot olamiz. 27.5 savdo bo'lib turibdi ekan. Berilgani yo'q, lekin sigir qilsa bo'ladigan-da. Bolani qaranglar, bola ham korobka orqalari ham. 27.5 savdo bo'lib turibdi. Berilgani yo'q. Mayli barakasini bersin, hozir sotilib ketganga o'xshayapti. Necha pul ekan aka? 20 kam bor. Birinchi tug'ishmi? Ha, birinchi bolasi. Birinchi bolasi 20 million so'm kami bor. Bolasi 10 azimcha. Bo'ylari 85 sm atrofidagilar bolasi. Enasi 1 metr atrofida, 1 metrdan chindan oshiqroq. O'ziga yarasha idishi ham kichikroq, orqalarini ko'rsat.
Necha pul savdo qildi buni? 17 400. 17 million 400 savdo qildi, berilgani yo'q. Necha pul bo'lsa ustiga yursa beriladimi? Ha. Ustiga nomer aytvoring aka. 99lik 99lik 194 194 32 91. 32 91. Aha. 32 91. Suti bor a? Suba 4 litr. 4 litr suti bor. Sotildimi? Sizga maslahatim. Sigirlar rosa kiribdi. Sigir ishqibozlariga do'rmoncha yaxshi variant lekin vobshe ko'p kirar ekan sigir. Buni qaraylar. Necha pul bo'ldi bu amaki? 29. 29. Bolasini o'scha ekan a? Nechinchi bolasi ekan amaki? Ya 3-chi ya 2-chi. Yo, shuncha. Ana ismi. 29. Bolasini qaraylar. Sifat. 29 ga baraka bo'pti. Mana ro'zg'or bor, jaydar sigirlarimizdan. Gavdasi kichikroq. 1 million o'tib ber. Aka necha pul ekan bu? 12,5. 17,5. Bolasini o'schami, onasini? Bolasini o'scha. 12,5. Enasi o'rta bo'yli. Birinchi tug'ish. Bolasini bitta ko'rsatib qo'ying. Orqalari yaxshi. Bolasi ko'chat ekan. Birinchi tug'ish. 5 ta suti bor. 5 ta suti bor, birinchi tug'ish. Necha pul narx aytyapsiz? 17,5 savdo qilinyapti. Narx necha pul aka? Narx necha pul deyapsiz? 20 million deydi. 20 million narx aytilyapti. Telefon nomer qo'yamizmi? Nechilik? Buvani telefon nomeringizni. Telefon nomer qo'yilmaydi ekan, mayli, barakasini bersin. Sifatli sigirimiz bor. Aka maytda bitta bolasi. Bolasi nima aka? Bolasi g'unazincha. Ammo idishlari zo'r ekan buni. Mana qaranglar. Nechinchi bolasi aka? 4-chi bolasi. Mashq bola g'unazincha 4-chi bolasi. Idishlari yaxshi. Necha pul savdo qilyapti? Yashindan chiqdi-da hozir. 20 million qilyapti. 20 million savdo qilinyapti, berilgani yo'q. Nechta suti bor aka? 7 litrga cho'q. 7 litrga garantiya sutiga. Mana bolasini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Bakalamiz. Danakcha ekan, nomus bo'lmabdi. Telefon nomer qo'yamizmi aka? Ishqibozlarga nechilik? 93lik 644 33 11. Sog'dirishda muammo yo'q, ha? Hamma yo'q. Bir hafta garantiya. Hamma joyiga. Bemalol aloqaga chiqarsa, rosa sigir qiladigan narsa ekan, qaranglar. Baraka topasizlar lekin mana shu moldan. Idishini qaranglar, gavdasi kichkina bo'lganini idishi zo'r. 20 million savdo qildi, berilgani yo'q ekan, 20 millionga. Shved ishqibozlar, shved molimiz kiribdi. Bolasi 10-chami? Bola 10. Nechinchi tug'ish aka? Birinchi tug'ish. Bolasi 10. Bunisi-chi? Birinchisi. Bolasi 10-mi o'z? Bolasini o'zcha. Nech puldan aka bular? 9 million qilyapti, 22 million qilyapti. Buni 19, buni 22 so'ralyapti ekan. Shved ko'rsatkichi. Buni 19 qilyapti. Buni ham ishlamni ko'rsatib qo'ying. Ishlari yaxshi. Suti bormi buni? Suti bor, yemor. Ha. Bolasi ko'p. Qornida yo'q-a? Qornida. Qo'yib qo'yilgan mujmal, ha? Qo'yib qo'yilgan, lekin mujmal. Yargisini bolasi novozcha, bunisini onajin. Telefon nomer qo'yamizmi aka? Telefon nomer 88lik 101 0083 aloqaga chiqaverasizlar mana. Bu qo'yib qo'yilgan ekan mana shved molimiz qo'yib qo'yilgan, lekin mujmal. Bunisi novozcha, bolasi novozcha, lekin bolasi yosh hali. Mana bola.
beramiz. Sigima işte bu qahar. Faqat odam ko'p, bemalol ko'rsatib olmayapmiz. Sigirlar rosa kiribdi lekin. Nech pul ekan maki bu? Nech pul? Simentallar. Duardan kiribdi, duardan simental. Ishqibozlarga. Gavdasini qaranglar buni. Hozir o'tib so'rab ko'ramiz. Xursandchilik bilan pul istaman. Aka nech pul ekan bu? Bolani ovasiga Bolasini ovasicha 20 ta suti bor. 20 litr suti bor. Bolani ovasicha 65 million narx aytyapman. 65 million narx aytilyapti. Nechta savdo qildi aka? Qilishadi har Eng baland qancha qildi? 55 ga o'tib berishlar. 55 dan ozgina o'tib berdi deyilyapti. Ishqibozlarga nechinchi bolasi? 3. 3-chi bolasi 20 ta suti bor deyapsiz. 3-chi bolasi 20 litr suti bor. Boladan tashqari 15 ta beraveradi. Telefon nomeri aytib yuboring aka. 91lik 147 56 92. Aloqaga chiqaverasizlar. Vatan o'zi. Vatan o'zi. Mayli bozoringiz bo'lsin. Katta sigirlar ham ko'p kiribdi bugun. Mana bu yerda yana bitta anaqa paroda sigir bor ekan. Shuni ham ko'rsatamiz hozir. Vatan o'zi aka. Bo'yini qaranglar. Dishli ekan, o'rtacha ekan. Aka nech pul ekan bu? Nech pul? 40 million deyapman bu. 40 million narx aytilyapti. Bolasini o'schami? Bolasi onajin 40 million so'm. Kam bor. Mana bolasi. Nech pul savdo qildi aka buni? 32 so'raladi. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi 32 so'ralyapti. Berilgani yo'q. Shved. Bolasi shved. Yana shali qanaqadir paroda buni bilmayman. Bilganlar kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Nechta suti bor ekan aka? 8 litr, 10 litr suti bor. Telefon nomer qo'yamizmi ishqibozlarga buni? Yo'q. Bugun sotilib ketadi, xudo xolasa. Bugun sotilib ketadi. Vatanimiz. Bo'g'ozlarga qarab ketaveramiz endi. Nech pul ekan bu aka? 21 qilyapti. Bunisini-chi? Bo'g'ozmi? 5 5 oyligi. Bozori qachon bo'larkan bu bilan? 7 oylik, bunisi 5 oylik. Bozorda kashaligini bir chiqarib yubormish, chiroyli qilib. Iloji yo'q endi man. Qachon bizni bozor umumolar ekan bilmayman. Joy tor ekanda, kim yetir. Ya bunday turbat qoqib qo'ysa ham shunchalik darajada bo'lmaydi, turbat qoqib qo'ysa oddiy. Ha. Beton kuy. Buni nech pul so'rayapsiz? 14. Bunisini-chi? 21 14. Ikkalasi. Bunisi 5 oylik bo'g'oz, bunisi 7 oylik bo'g'oz. Birinchi qoringa ikkalasi ham. Shundan ko'rsatib bek. Telefon nomer qo'yamizmi bularga? Telefon nomer qo'yilmaydi. Bugun sotilib ketadi xudo bozoringiz. Mana qaranglar, tiqilinchligini. Bemalol yurib olmaydi. Nech pul qildi buni aka?
Bunisini 12, buni 14 mi? 14 ga 12. Dishlarni ko'rsatamiz. Necha oylikdan aka bular? Bolasi 7 oy to'ldi. Bunga 7 oyga to'ldi. Buchi? 4 oy. Bunisi 4 oylik, bunisi 7 oyga to'ldi. Birinchi qoringa ikkalasi, ha? Ikkovi ham ikkinchisi. Ikkovi ham ikkinchi qoringa. Aloqaga chiqarsa mana oldilaridan ko'rsatib beramiz. Telefon nomeringizni yuboring aka. 90lik 301 68 71. Ikkalasi ham ikkinchi qoringa chiqozlar aloqaga chiqaverasizlar. Puli yengillardan so'raganlar. YouTube'ga kelayapsizmi? Ha, mana shved sifatli. O'rnatimiz kiribdi. Nechta savdo bo'ldi bu? 17,5 so'rayapti. 17,5 berilgan yo'q hali. 17,5 ga berilgani yo'q. Shved. 8 oylik bo'g'oz. Idishlarni ko'rsatdik. Bunday qo'rqyapti ama. Lekin sifati yaxshi. Qo'rqakroq ekan. Arqonga tushmagan, ozgina qo'rqoqroq ekan. Bunisini necha pul so'rayapti aka? 7 oy 8. Bunisini qancha so'rayapti? Buni qancha? Buni 13 million. Buni 18 million. Bu qimmat. Yaxshi zotut boshqa zot. 8 oylik. 8 oylik. Bosh vetgan nomer qo'yamizmi? Bugun nomer qo'yilmaydi, xudo xolasa. Barakasini bersin. Aka qaysi kanal? Vatanimiz. Mana bozorda tiqilmagani bor. Necha pul aka amaki? Men ham olib chiqaverib Rossiyaga. Mer. Aka 4 ta aka. Bu qo'yoqdami? 4 ta tishi bor. Yo'q, birinchisi. Yelimni ko'ram. Necha oylik aka amaki? 6 oylik. 6 oylik bo'g'oz. Adishlarni bilsin. Oranga qo'shib Bu yaqin, bu 6 oylik. 6 oylik bo'g'oz. 3 oy. 16,5 so'ralyapti. Berilgani yo'q. Yezyapti-da. Oldimiz meni ham shu Ha, olib qo'ydim. Rossiyaga chiqarib yuborib, Rossiyada o'rtoqlar qo'yib qo'ysin. Necha pul bo'ldi amaki? Necha pul bo'ldi? Beraver. Ana shuni aytmagan. Necha pul? 22 qilyapti. 22 qilyapti kamera. Zo'r ekan-da. Ha, yaxshi bo'ladi aka. Mana bu mol 7 oylik bo'g'oz Rossiyada olar. Tushunadingmi? Ha. 22 savdo qilyapti. 22 million savdo qilyapti. 25 million kami bor. Ishlarni ko'rsatuvchi. Nechinchi tug'ish ekan bu? Ikkinchimi? Shunaqa ikkitasi bor. Ikkita tuqqan. Mana katta mollar, ishqibozlariga. Necha pul ekan aka bu? 45 ga bor. 45 kam. 36 savdo qilinib berilgan yo'q-a? Necha oylik aka bu? 20 kunda tug'adi. Ona qaranglar. Odam ko'rinmaydi orqasida. Bo'yi 1.60 atrofida. Golish temperadan. Nechta tuqqan? Qorindagi 3-si. Tish ko'rinmayapti. Nomer. Nech pul? 36 million qilyapman, akam bermayaptilar hojaga. 36 ga berilmayapti. Nech pullar aytilyapti? Xonaga ham kelib qoldi yana bu. Aytyaptilar hojaga. 40 million so'm narx aytilyapti. Qarab qo'ying, video qilib qo'ying hojaga. Do'ppilar kiyib mana. Bobor aka. Savdo bo'lib turibdi ekan. Aytavering aka, sizga. Vatan o'z. Ha. Nomeringizni ayting aka.
Anlatacağım olursa. Ha ha. 90 345 25 06 aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sifatlari joyida. Qog'ozlarni ham tugat mana. Shu bilan endi novvoschilariga o'tib ketaveramiz. Ona qaranglar, bozor tiqinlagan. Videoga olish turli yurgan joyi yo'q bu bozorda. Rahmat hammalarga, Alloh baraka bersin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.